Demak, sizlar bilan bugungi darsimizni boshlaymiz. Bugungi darsimizni mavzusi demak, olingan mahsulotimizni tahlili. Kechagi darsimizni davomi deb hisoblasak ham bo'ladi. Kecha men sizlarga dars davomida tushuntirib berdim. Demak, olgan sellyulozalarni sifat ko'rsatkichlarini bir qancha usullar bo'yicha aniqlash mumkin. Demak, bir qancha usullar yordamida sifat ko'rsatkichlarini tekshirishimiz mumkin. Biz kecha sellyulozamizni namligini ko'rgan edik. Demak, namlikni ko'rdik, qanaqa qilib aniqlashi, nimaga kerakligini to'g'risida tushunchaga ega bo'ldik. Xuddi o'sha usul orqali qog'ozni namligini ham aniqlash mumkin. Bugungi o'tadigan mavzuyimiz endi sellyuloza va qog'ozni tarkibidagi kul miqdorini aniqlash uchun bo'ladi. Xo'p, kul miqdori nimaga kerak? O'zi kul deganda nimani tushunamiz? Demak, biron bir xomashyoni yoqqanimizda undan qolgan kulni biz kul miqdori deb tushunamiz. Sellyulozada u kul miqdori nima uchun kerak? Sellyulozamiz bilasizlar, demak, yonsa yonib ketadi. Demak, uni hech qanaqa kul qolmaydi. Biz ishlatgan, biz korxonaga olib kelgan xomashyomizni yoqib ko'rganimizda qaysidir grammligi, qaysidir foizda kul qolsa, demak uni tarkibida sellyulozadan boshqa moddalar borligini aniqlash uchun bizga kerak bo'ladi. Qog'ozda ham xuddi shunaqa. Qog'ozda nimaga kerak bo'ladi? Kul miqdorini aniqlash, tarkibida qo'shimcha moddalari bor bo'lganini bilish uchun. Qog'ozda qanaqa qo'shimcha moddalar bo'lishi mumkin? Demak, biz sellyulozani olib qog'oz korxonalarga yuborganimizdan keyin qog'oz shakllantirish jarayonida biz to'ldiruvchi va yelimlovchilar qo'shib ishlatamiz. O'sha to'ldiruvchi, yelimlovchilarni qog'ozimiz tarkibida necha foizgacha borligini aniqlash uchun biz birinchi kul miqdorini tekshirib olamiz. Hozir men sizlarga dars yuzasidan video dars qo'yib beraman. Shuni diqqat bilan ko'rishinglarni xohlardim. Hozir bir daqiqa. Hammaga ko'ryaptimi? Ko'rinyapti ustoz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Marhamat, ko'ringlar. Usul bo'yicha qog'ozning kul miqdori hisoblanadi. Qog'oz namunasi 3 gramm aniqlikda taroziga o'lchab olinadi. Şimdi çekirme ağırlığını ölçeriz. Qog'oz namunalarini chekirga joylashtiramiz. Bu ko'rpachaga chekirning ich ichiga 2 santimetr masofada joylashtiramiz. Pechni yoqamiz. Gradus haroratda namunalarni qoldiramiz. Qog'oz namunasi pech ichida yonadi. Yonib bo'lgandan so'ng pech
pechni o'chirib, chigilni pech ichiga 5 sm masofada joylashtiring. daqiqa davomida pechda qoldiramiz. Vaqt o'tgandan so'ng pechni o'chirib, sekinlik sovutamiz. Sekinni ekskavatorga joylab, xona haroratiga keltiramiz. Sekinni tarozi yordamida o'lchab olamiz. Ko'rdinglarmi video darsni? Ha, ko'rdik domla. Dars yuzasidan savolinglar bormi? Demak, ish ko'rgan bo'lsanglar, ko'z oldingizga keltirdinglar. Savozda ham xuddi shunaqa tartibda o'lchab olinadi. Avval chigilni o'lchab olasiz. Ibrohim, zvuk o'chirib qo'ying. Demak, avval chigilni o'lchab olasiz. Uni doimiy og'irligiga keltirib olishingiz kerak. Doimiy og'irligiga keltirish. Chigilni pechga qo'yib, o'rtacha qiymatidan farq qilguncha quritib borishdan iborat bo'ladi. Doimiy og'irlikka kelgan chigilga, demak, biza 5 yoki 3 gram sellulozani qo'yib, uni muffinli pechga qo'yamiz va yoqish bilan birga unda kul miqdorini hosil qilib va kulni o'lchab, o'rtacha qiymatini chiqarib olamiz. Selluloza ham xuddi shu tartibda boradi. Dars yuzasidan savolinglar bormi? Ibrohim, Zarina, Bekzod. Hop domla. Savolingiz bormi dars yuzasidan? Yo'q. Tushundingizmi o'zi? Videoni ko'rib tushundim. Bo'ldi, tushungan bo'lsangiz. Savolinglar bo'lmasa, shu bilan darsimiz tugadi. Keyingi darslarda ko'rishguncha Hop, rahmat domla. Rahmat, sog' bo'ling. Hop.